Assalomu alaykum azizlar. Mana keyingi videomiz O'zbekistonni yanada rivojlantirish bo'yicha. Xo'p, ishlarni tashviqot, islohotlarni yuritishimiz kerak ekan. Mana biz o'tgan safar aytganimizdek, iqtisodimizda hamda aholimizni o'zimizning o'ylagan darajamizga olib chiqib olishimiz kerak. Shuning uchun yana iqtisodga investitsiya kiritishda davom etamiz. Xo'sh, davom etamiz. Mana shunday qilib men aytgan rejaga amal qilgan holda, xo'p, maqsadimizga erishish uchun harakatlarni amalga oshiramiz. Mana azizlar, xo'p, biz iqtisodimizni 1 millionga olib kela oldik va diplomatik aloqalarimizga qaraganda Iroq va biz bilan anchagina aloqalarni yomonlashtirib olibdi. Xo'p, mana hozircha hech narsa demay turamiz hamda xo'p, iqtisodimiz 1 million bo'lgan, aholimiz esa 2 million 100 mingdan oshdi. Demak, biz bemalol urush qilsak bo'ladi. Xo'p, Eron mana shu davlatlar bilan urushyapti ekan. Biz ham Eronga qarshi urush ochish uchun harbiylarni yetishtirib boshlaymiz. Buning uchun bizda yetarlicha mablag' bor ekan. Xo'p, davom etamiz. Harbiylarni yetishtirish uchun avvalo o'zlashtirishimiz ham barcha joyda aholini o'zlashtirish bo'yicha, ya'ni mana shunday holatga keldik. Xo'p, O'zbekiston hozirgi ayni damda ham Kaspiyga ham Hind okeaniga chiqish mumkin bo'ladi. Agarda biz Suriyani ham egallab oladigan bo'lsak, ham bir vaqtning o'zida 3 dengizni, ya'ni Kaspiyni, Hind okeanini hamda O'rta Yer dengizini bog'lab turadigan yagona davlatga aylanishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun, xo'p, o'z ishlarimizni davom ettiramiz. Eron hududlarini egallash uchun bu yoqda harbiylarni chaqiriqqa chaqiramiz, harbiy chaqiriqqa. Xo'sh. Mana shunday. Davom etamiz. Mana ko'rib turishimiz mumkin bo'ladiki, harbiylarni yetishtirib oldik. Bu yerga Yaman davlati sulh kirib kelyapti, nimagadir bilmadim. Va biz dunyoda yana bir yangilikni aytib o'tishimiz shart. Va biz dunyoda birinchi o'ringa chiqib olishimiz kerak. Chiqib oldik, ya'ni rank bo'yicha. O'zbekiston 884-darajasi bilan, xossasi bilan birinchi o'rinda. Bizdan keyin Meksika, undan keyin United States, ya'ni AQSh. Xo'p, nima uchun Meksika? Hozir borib ko'ramiz Meksikaning holatini. Mana Meksika, xo'p, Shimoliy Amerika bilan Janubiy Amerika, ya'ni Markaziy Amerika qismlarini o'zaro bog'layapti va o'ziga, xo'p, bog'lab hududni kattalashtirib bormoqda. Va bizni ikkinchi o'rinda turishiga sabab aholisining ko'pligi hamda iqtisodi ham o'ziga yarasha kuchli ekanligi. Aholimiz deyarli bir xil ekan, lekin bizning iqtisodimiz bunikidan xo'p deyarli
5 baravar yoki 1,6 baravarga ko'proq ekan desak bo'ladi. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi mana holat bo'yicha ko'rdingizki, yana bir qo'l kutamiz va bundan keyin diplomatni tayyorlanishga solishni boshlaymiz. Eron kim bilan yaxshi? Eron Iroq bilan yaxshi, lekin chegaradosh bo'lgani uchun unday deb olmaymiz, balki xo'sh, Abissiyani tanlaymiz. Yana kim bilan yaxshi? Liviyani tanlaymiz. Yana kim? Bu yoqdagi hop Germaniya bor ekan. Aniqroq aytganda, mana bu yerda Turkiya yokida Fransiyaga ham shuni taklifni berib qo'ysak, hamda mana shunday ishni, ya'ni jangni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi va bu yoqda albatta Qozog'istonga ham aytishimiz mumkin bo'ladi. Hindistonga, Xitoyga ham aytishimiz mumkin bo'ladi. Shunda chegaradosh davlatlarimizda aloqalarimiz anchagina yaxshilanib qolishi mumkin va yana bir qo'lni o'tkazamiz hamda urushni boshlashimiz mumkin bo'ladi. Lekin harbiylarimiz yetarli emas ekan. Shuning uchun nima qilamiz? Harbiylarni ko'paytirishga harakat qilamiz. Va mana bu yerdan viloyat hududlaridan harbiylarni chaqiramiz va shu bilan birgalikda urushni ham boshlab yuborishimiz mumkin. Shuning uchun jang boshlandi va biz hujumga o'tdik. Hop, juda soz. Mana ko'rib turganingizdek, biz jangni boshlab yubordik. Mana bizga qarshi Eron hujum qilishni boshlabdi, lekin biz ham to'xtab turganimiz yo'q. Poytaxtini egalladik va qolgan joylarni ham egallash bo'yicha ketma-ket ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Va bizga texnologik kuch-quvvat kerak bo'lib berilibdi va buni qo'yib ishlatgan holda yana o'z ishimizda davom etamiz. Harbiylarni bu yoqlarga chaqiramiz, tezroq kelishini aytamiz. Sababi bizga ortiqcha bosh og'riq kerak emas. Keyingisi mana bundoq qilamiz. Mana shundoq. Xo'p, juda soz. Mana ko'rib turganingizdek, biz egallashni boshlab yuborganmiz. Mana janglar avjiga chiqyapti. Eron bir tarafdan qutuldik Eronni. Bizga qarshi hujumga ham o'tdi o'z navbatida. Unga uning huquqi mavjud. Endi huquqlar ayni damda qaysidir ma'noda huquqlari mavjudligini bilish ham, bilmaslik ham ularga yordam berishi juda ham qiyin. Xo'sh, bir tarafni yengdik, endi bu yoqdagi qo'shinni olib kelamiz qayoqqadir. Masalan, Armanistonga yokida keyin qo'yib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Hop, juda soz o'yinlar ketma-ketligi amalga oshiryapti. Hop, Eron o'z hududidan qolgan arab davlatlarini chiqarib yuborgan edi, lekin biz chegaradosh, ya'ni quruqlik bilan to'g'ridan-to'g'ri chegaradosh bo'lganligimiz uchun bu biroz unga qiyinlik tug'dirishi aniq, mumkin emas, balki aniq. Sababi biz kichik bir davlatcha emasmiz.
Shunday ekan, bizdan qo'rqishi bu tabiiy hol bo'lishi shart. Mana shundoq. Keyingi bosqichga o'tamiz. Xo'p, juda soz. Mana qo'yib oldik. Bizga qarshi hujum qilyapti. Biz ham hujum qilyapmiz. Va Eron hududini to'liq egallab olishimizni mumkin edi. Negadir mana bu yerga kimlar aralashib kelib oldi. Otin qursin. Xo'p, kim eding bu? Xo'p, kutamiz. Va Eron taslim bo'ldi. Hududlarni o'zimizning hisobimizga qo'shib olamiz. Birinchi o'rinda mana bu yoqdan qo'shib kelishimiz kerak. Sababi ortiqcha joylarni, ya'ni chegaramiz chiroyliroq bo'lishi mumkin. Agarda bizga beriladigan hududlar huquqini beriladigan joylari yetmay qolishi mumkin bo'lgan hollarda. Shuning uchun hop, mana o'zimizga mag'ilroqdan boshlab kelaveramiz, lekin bizda hozir to'liq Eron hududi qo'lga kiritildi. Xo'p, endi Eronning bir qismi mana bu yerdagi Iroqqa o'tgan edi. Aynan mana shu Iroq bilan ham biz jang qilishimiz kerak bo'lib qolmoqda va bu bizga biroz umuman muammo emasligini ko'rsatib qo'yishimiz ham mumkin. Chunki Iroq yaqindagina urushdan chiqqan hamda charchagan desak ham bo'ladi. Xo'p, Erondan olgan hududlarimizni o'zlashtiramiz. Mana hududlarimiz kengayib qoldi, Eronni egalladik va butun dunyo bilan aloqalarimiz nisbatan anchagina yaxshilanib qoldi. Demak, keyingi videomizda Iroqni hamda Suriyani egallash orqali O'rta Yer dengiziga chiqishni mo'ljallaymiz. Barchaga rahmat. Ko'rishguncha. Salom.